Mana bu garelkamiz Atrabotgada eng zo'r yonadigan garelkalardan bittasi bo'lyapti, chunki mana bu oldingi garelkamizni ko'rsat. Bu 57 turbani teshigi, bu yoqda 130 ga to'g'riladik. Olov katta. Mana bu eng zo'r variantimizda ham Atrabotgada tutardi. Bunda xudo xolasa umuman tutamaydi. Hozir eksperiment qilib ko'ramiz birgalikda. Hozir quyadigan moyimiz mana bu moydan Atrabotga. Hech narsa qo'shilmagan, o'zi. Даже ichida suvi ham bor. Mana ko'ryapsizlar, umuman tutayotgani yo'q. Bu sistemamiz oldingiga qaraganda o'zini o'zi qizdirish, qaynatish xususiyatiga ega. Kelayotgan Atrabotga qaynaganning hisobiga tutamasdan maksimalni zo'r yonishga yordam beradi. Endi qo'rqmasdan Atrabotgani ham ishlatsanglar bo'ladi. Oldin Atrabotga maslahat bermaymiz dedi, lekin endi maslahat beramiz. Mana shu garelkamizga. Oldingi universalga boshqa moylar ham zo'r bo'laveradi. Bunga любой moy. Garelkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga telefon qilishingiz mumkin. Sog' bo'linglar.